bugun ayollar yomon bo'lib ketdi emas, bugun ayollar noshukur bo'lib ketdi emas. Men aytgan bo'lardimki, bugun ayollarga to'g'ri yondashadigan erkaklar kamayib ketdi deyman. Misol uchun oldinlari bunaqa ko'p emas edi tanlov erkak kishida. Ko'p ayol yo'q edi atrofda, faqat o'zini ayol bo'lar edi. Hozir o'sha ko'chadagi ayollarga e'tibor qiladi, qaraydi erkak kishi, lekin o'zini ayolini xuddi shunaqa holatda yurishni xohlamaydi. Lekin ko'chadagilarni ko'rib, havasi ketib, shunaqa ayollar bilan gaplashib ketadigan erkaklar ham bor. Lekin afsuski, siz bitta narsani unutmang-da, siz qalbingizdagi niyatingiz qadarsiz. Niyat agar chiroyli bo'lmasa, ichingizdagi niyatingiz, ichingizdagi xolis bo'lmasa, unda ayolingizga ruxsat yo'q-ku, sizga ruxsat bo'lsa, hamma narsa sizga mumkin bo'lsa-yu, lekin ayolga taqiqlangan bo'lsa, kechirasiz, buni badalini to'lashingizga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun boya aytadi-yu, ayollarga vaqtida etagingni yig'ishtirib olgan deb. Vaqtida bugun siz ham erkaklar etagingizni yig'ishtirib olmasangiz, ertaga mana shu siz ko'z ochib ko'rgan ayolingiz sodiq, fidoiy, halol, toza, pokiza ayolingizni yo'qotib qo'yasiz. Yo'qotib qo'yasiz erkaklar. O'sha ko'chadagi kimnidir ayoliga oshiq bo'lib yoki solishtirib yoki xafa bo'lib, bugun mehr bermay, qayerga ham ketardi deb munosabat qilyapsizmi? Biling, siz ayolingizni yo'qotish holatiga kelgansiz degani. Agar ayolingiz sizga befarq bo'lib qolgan bo'lsa, qiziqmasa siz bilan, ishi yo'q bo'lsa, faqat farzandlari bilan, uyini ishi bilan ovora bo'lsa, sizga e'tiroz bildirmasa, siz bilan janjallashmasa, fikrini aytmasa, muammosini aytmasa, siz bilan dildan suhbatlasha olmayotgan bo'lsa, biling, siz ajrim yo'qotasiz. Bu natija emas. Voy, bu ayolimni chakkaga ushdi demang. Voy, bu ayolim oxirida men istagan ayol bo'ldi demang. Men yutib chiqdim demang. Oilada g'olib, mag'lub degan narsa yo'q. Oila shunday muhim va buyukki, oilada g'urur degan narsa bo'lmaydi. U ayol sizni dushmaningiz emas, siz g'urur qiladigan, siz bosim qiladigan, ezadigan dushman emas. Ong ostingizda tushuning u narsani. O'zingizni bolaligingiz bilan yaxshilab ishlasangiz tushunib yetasiz. Raqib sifatida ko'rib yashayapsiz ba'zi birlaringiz ayolingizni. Kechirasiz. Misol uchun ayoli bilan o'zini bir umr solishtiradigan erkaklar bor. Hamma narsada taroziga soladigan erkaklar bor. Afsuski, ayol bilan teng bo'lib qolasiz. Ayol bilan o'zingizni teng tutsangiz, na obro'yingiz bo'ladi u ayolning oldida, na hurmatingiz bo'ladi, na farzandlaringiz sizni yaxshi ko'radi. Eng birinchi yo'qotish bu farzandlaringizni yo'qotasiz. To'g'ri, siz bugun farzandingizga ko'p narsa qilib berib o'zingizga qaratarsiz, lekin unutmang, bugun ilm ochiq holatda. Farzandlar hamma narsani tushunib o'tiribdi. Farzandlar hamma narsani bilib o'tiribdi. Farzandlar hamma narsaga aqli yetadi. Siz o'ylagandek bola, kichkina, yosh emas ular. Hamma narsani fahmiga boradi. Shuning uchun vaqtida harakatingizni qiling, vaqtida ilm oling, vaqtida o'zingiz ustingizda ishlang. Vaqtida o'zini ustida ishlagan inson pulda ham zo'r natijaga chiqadi. Ayoli bilan ham munosabati yaxshi bo'ladi, farzandlariga ham to'g'ri tarbiya beradi. Agar siz bugun telefonda yotib olib, telefon bilan band bo'lsangiz, ishlab keldim, oilamni boqyapman-ku deb ayolingizga vaqt ajratmasangiz, hamma muammolarni, yukni ayolingiz zimmasiga topshirib qo'ysangiz, sizni oilangizga, misol oilangizdagi insonlarni ayolingizga bo'lgan munosabatiga befarq o'tib ketsangiz, hamma narsani muvozanatga solish uchun emas, faqat o'zingiz uchun yashayotgan bo'lsangiz, bitta narsani unutmang, hech qachon baxtli bo'la olmaysiz. Hech qachon. Ayol kishini qattiqqo'llik bilan, ayol kishini bosim bilan, ayol kishini kuch bilan hech qachon ushlab qolib bo'lmaydi. Ayol kishi faqat mehr, shirin so'z, e'tibor, sevgi orqali sizni yoningizda qoladi. Qachonlardir sizni tanlagan bo'lsa, o'zi yaxshi ko'rgan, o'zi munosib ko'rgan, o'zi mehringizni his qilgan. Hozir mehringizni his qilmayapti degani bir umr yoningizda bo'ladi degani emas. Shuning uchun o'zingiz ustida ishlang, bahona qilmasdan o'zingiz ustida ishlang. Hozir faqat ayollar o'zini ustida ishlayapti. Shuning uchun e'tibor qilaman, jamiyatda ayollarning o'sishi yuqori. Ayollar tushunib yetdi. Haqiqiy baxt nimadaligini, haqiqiy hayot nimadaligini. Ertaga siz ayolingiz ham tushunib yetadigan bo'lsa, keyin o'zingiz xafa bo'lib, o'zingizdan ranjib, vaqtida harakat qilmabman deb o'zingizni ayblashingiz mumkin.